Ovozi bilan zabt etgan 10 ayol. O'zbek sahnasi yulduzlari kimlar? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. O'zbek san'atida iqtidorli ayol xonandalar har doim bo'lgan. Biroq ayni paytda ularning ba'zilari nafaqat ijodi, balki haqiqiy jonli ovozi bilan millionlab muxlislar qalbidan joy olgan. Top 10 bugungi estrada sahnasida porlayotgan ayollar. Yulduz Usmonova 40 yildan ortiq sahnada ensa kabi yangi hitlar bilan yangi chartlarda birinchi o'rinda. Ovozi hech kimniki bilan almashmaydi. Ozoda Nursaidova Ko'k Jiguli qo'shig'i 2025-yilning chartlarini zabt etdi. Har doimgidek emotsional va samimiy ijroda. Sevinch Ismoilova trend qo'shig'i orqali yosh avlod orasida ommalashdi. Kuchli sahna harakati va tirik ijrosi bilan farqlanadi. Ziyoda hissiyotga boy, chuqur qo'shiqlar ustasi. Xayr dema bilan yana mashhurlik cho'qqisida. Dilnoz Mirjalol bilan aytilgan Ko'zoynak dueti tinglovchilar qalbidan joy oldi. Ijodida o'ziga xos lirik ruh bor. Afruza yangi avlod vakili Baxtlimisan qo'shig'i bilan sahnaga dadil kirib keldi. Tirik ijrolari va tabiiyligi bilan ajralib turadi. Shahzoda xalqaro maydonda tanilgan xonanda. Har bir qo'shig'ida sifat va did mujassam. Rayhon bir necha avlod uchun tanish nom. Uning ovozi, sahnadagi harakati va xonandalik maktabi muxlislar e'tirofida. Sagdiana rus tilidagi qo'shiqlari bilan xorijda ham tanilgan. Uning balladalari tinglovchini o'ylantiradi. Ruxshona 20 yoshlardanoq mashhur bo'lgan xonanda. Hozir qo'shiq, serial va loyihalarda faol. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.